Demak, bugun haftani eng muhim iqtisodiy mavzularini tahlil qildik. Shunaqa. Ekologiya masalasi va biznes masalasi to'qnash kelganda ekologiyaning kuchi biznes manfaatlariga qarshi turishga yetarli bo'lmas. Axlat tashashga chiqdingiz, noto'g'ri joyga tashab qo'ydingiz, elektroshoker bilan kimdir urdi. Namangan aeroportini boshqaruvini umuman bitta nomi hech kimga hech narsa anglatmaydigan, ustav kapitali 2 million so'mdan iborat bo'lgan bitta MCHga topshirdikda. Mayli, qarorlar chiqyapti, yaxshi. Mo'jiza ro'y bermaydi. Shuni ham aytish kerak. Birdaniga ertaga, misol uchun tursak, ertalabda havo toza bo'lib qolmaydi. Davlat kompaniyalarini samarasizlikka yetaklayotgan eng samarasiz xarajatlardan biri homiylik bo'lib qolganda. UzAuto Motors Cobalt ishlab chiqarish tan narxini o'zini xohish bilan kamaytirmaydi-da. Lekin tariflarning oshishi, asossiz oshishi siz bezovta qilmaydimi? Yo'q, bezovta qiladi, lekin biz majburmiz. Monopolistlarni elektroshokerlar bilan jazolab bo'lmaydi. Mening fikrim, shoy pulni qonuniylashtirish kerak. Ana xizmat haqqi uchun degan 15%, 20% taqiqlash kerak. Assalomu alaykum. Vaqt.uz tahririyati yangi ko'rsatuvni boshlamoqda va biz hafta davomidagi eng zo'r iqtisodiy qarorlarni Otabek aka Bakirov bilan muhokama qilamiz. Otabek aka, nimaga Moskvada o'tiribsiz? Moskvada o'tirmadim, O'zgidrometda tavsiyalarga amal qilyapman. Hozir yo'lda kelgungacha maska taqib keldim. Ko'ryapsiz-ku havoni. Havoni sifatini ko'ryapsiz. Siz nimaga maska taqmay keldingiz o'zi? Men Olmaliqda yashaganman qanchadir muddat. Immunitetingiz juda ham yuqori. Immunitet yuqori. Bizda ham ustimizdan o'sha 80-yillarda butifoz, DDT sepib o'tishganda, paxta plantatsiyalarini bu paytda defoliatsiya qilishda samolyotda sepishardi. Shunga qaramasdan, lekin hozir sezyapman men. Oldin men o'zim o'ylardim, havoni sifati buzilishiga meni ta'sirchanligim yuqori emas deb o'ylardim, lekin ta'sirchanligim ortib boryapti. Shuning uchun maska taqib oldim. Sizga ham tavsiya qilaman, maska taqib olishni. O'zgidromet bekor bilgani uchun aytayapti-da. Pandemiyadan keyin birinchi marta ogohlantirish bilan chiqdi-ku. Demak, yangi ekologiya bo'yicha qarorlar chiqdi. Mana Eko qo'mita super qo'mitaga aylanayotgan ekan. Shu haqida gaplashamiz, super qo'mitaga. Anchadan beri kutilayotgan edi, so'ralayotgandi ekspertlar tomonidan. Ekologiya bilan bog'liq bo'lgan bizda boshqaruv va ma'muriyat nimasi bor edi, nomi bor edi, vakolatlari bor edi, lekin uni orqasida kuchi, resurslari mavjud emas edi. Hamma vaqt aytishardiki, bizda ham tabiat vazirligi bor, ekologiya bo'yicha mas'ullar bor derdi, lekin ular qaror qabul qilishda, nimanidir o'zgartirishda oxirgi nuqtaga kelganda orqaga qaytishga majbur bo'lishaveradi. Sabab nima edi o'shani? Sabablar qarang. Bizda hamisha to'qnash kelganda ekologiya masalasi va biznes masalasi to'qnash kelganda ekologiyaning kuchi biznes manfaatlariga qarshi turishga yetarli bo'lmas edi. Tabiiy ravishda uning ustiga ekologiya qo'mitasi, tabiat vazirligi oldingi qisqa nomini aytadigan bo'lsak, hukumatga bo'ysunardi. Tabiiy ravishda hukumatdagi biznes manfaatlar ustun kelaverardi. Bu daraxtlar kesish bo'ladimi? Bu tabiatda ifloslantiradigan ishlab chiqarishlarni tashkil etish bo'ladimi? Bu daryo o'zanlaridan shag'al qazib olish masalasi bo'ladimi? Farqi yo'q-da. Mana shu masalalarda to'qnash kelinadigan joylarda ekologik chekinishga majbur bo'laverardi. Chunki biznes manfaatlarida ustunligi yaqqol bilinib qolardi, ko'rinib qolardi. O'nlab sud qarori, aynan ekologiyani buzish masalasi bo'yicha men ma'muriy yechimlarni aytmayapman. Sud qarori mavjud bo'lganda ham ijrolar bo'lmaganda. Xalq tomonidan ekologiyaga oid bo'lgan davlat vakillarini unchalik jiddiy qabul qilmay qo'yilishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Hozir aytayapman. Birinchidan ma'muriy bo'ysunuv masalasi. Ya'ni oxiriga yetmasligi qarorlar. Ularni kuchini ijroga qaratishda oxirigacha yetishga nima bo'lmagan, vakolatlari bo'lmagan, mandati bo'lmagan. Hozirgi qarorda eng asosiy mohiyati ham shu. Ekspertlar ham, ekologlar ham, hamma jamoatchilik vakillari ham so'ragan narsa ekologiyani biz hukumat tarkibidan chiqaraylik, prezidentga yoki parlamentga bo'ysundiruvga o'tkazaylik deb juda ko'p marta takrorlanganda, mana shu narsa amalga oshirildi nihoyat. Ya'ni bundan buyog'iga ekologiya milliy qo'mitasi, ekologiya bilan bog'liq bo'lgan milliy qo'mita endi prezident bo'ysunuvida bo'ladi, hukumat tarkibidan chiqariladi. Yana bir muhim bu yerda qaror borki, bundan buyog'iga hukumatning turli protokollari, yopiq protokollari, yopiq qarorlari ekologiyaga oid qabul qilinmaydi. Endi bunday qarorlarda, protokollarni qabul qilish taqiqlanyapti. Men buni juda yaxshi oldinga tashlangan qadam deb hisoblayman. Qani endi shunaqa yopiq qarorlar, yopiq protokollar nafaqat ekologiyada, boshqa sohalarda ham bekor qilinadigan bo'lsa, taqiqlanadigan bo'lsa. Chunki bizni iqtisodiyotimizga, jamiyatimizga yetkazilayotgan eng katta zararli oqibatlar keltiradigan qarorlar aynan shu ko'rinishda qabul qilinyapti-da. Bizda o'sha protokollar, shunaqa protokollar bor. U
qarorlardan ham ustun kelib qoladi, kerak bo'lsa. Qonunlardan ham ustun kelib qoladi. Ba'zi bir protokollar bir konstitutsiyadan ham ustun kelib qoladi. Shuning uchun tartibga solinyapti. Endi ikkinchi masala borda, sababi deganingizda mablag' bo'lmagan. Baribir har qanday nimani ortida ma'murchilikning ortida mablag' bo'lishi kerak. Mablag'siz maqsadga erishib bo'lmaydi. Endi ekologlar qo'lida mablag' bo'ladi. Bu yilda o'zida 900 milliard, yil 25-yil uchun 900 milliard pul ajratilyapti. Kelasi yildan boshlab utilizatsiya yig'imi, import avtomobillari uchun utilizatsiya yig'imini 10%ni ekologiyaga bermoqchi. 2027-yildan boshlab 90%ni berishmoqchi. 2027-yildan boshlab shina va pokrishkalar bo'yicha utilizatsiya yig'imini 100% ekologlarda nimasida qoldi, ixtiyorda qoldirishmoqchi. Ya'ni ularda endi tabiat bilan bog'liq bo'lgan, ekologiya bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni ijro etishga puli bor. Uchinchi masala politsiya. Xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, nihoyat O'zbekistonda shu avvalgi inspeksiya deb ataladigan tuzilmani nomi ekopolitsiya bo'lyapti va u vakolatlarga ega bo'lyapti. Kuch ishlatish bilan bog'liq bo'lgan vakolatlarga ega bo'lyapti. Shu qarorda va farmonda ekopolitsiyani ta'minoti haqida ham masala ketgan. Ya'ni elektroshokerlargacha ularga olib berish masalasi borda. Tasavvur qiling, siz ekologiyani buzayotgan, musor tashlashdan tortib, shag'alni taqiqlangan joyda kovlab olayotganlarga nisbatan chora ko'ra olmasdingizda. Ularni qurol-yarog'i, kuchi, boshqasi borda, ekologlarda hech narsa yo'q edi. Hech bo'lmasa proporsionallik paydo bo'ladi endi bundan buyog'iga. Bu to'g'ri ishlatilishiga ishonasizmi? Agarda savol juda ham o'rinli. Qaysidir vakolatlarning oshirib yuborilishi, agar proporsiya bo'lmasa, tiyib turish qoidalari bo'lmaydigan bo'lsa, teskari samaralar ham berish boshlashi mumkin. Lekin men shunaqa fikrdamanki, shunday bosqichga keldikki, agar ekologlarga favqulodda vakolatlar berilmaydigan bo'lsa, ortga qaytmas darajaga, qizil chiziqgacha yetib qolyapmiz-da. Masalan, axlat tashashga chiqdingiz, noto'g'ri joyga tashab qo'ydingiz, elektroshoker bilan kimdir urdimi? Yo'q, endi bunchalik darajada siz nima qilib yormang, quyuqlashtirib yormang, men o'ylamayman. Axlat tashashga chiqdingiz, avvalambor fuqarolik mas'uliyati ham bo'lishi kerak. Odamlarimiz mana shu noto'g'ri joyga tashlangan axlat yoki yoqilgan chiqindi oqibatlari bitta o'ziga emas, hammaga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tushunib yetish kerak-da. Mana bugun biz yashayotgan, olayotgan havomizdan ko'ramanki, o'tgan hafta qabul qilgan qarordan ko'ramanki, agar biz vaziyatni o'nglamaydigan bo'lsak, nafaqat bugun ekologiyani buzilishidan jabr ko'rayotganlar, ekologiyani buzib pul topayotganlarning o'zi ham jabrdiydiga aylanishini ular tushunishdi-da. Shu paytgacha pul topayotganlar his qilmasdi o'zida. Ya'ni, bu mana Chirchiq daryosini rasvosini chiqargan bo'lsak, Chirchiq daryosi atrofida yashayotganlar jabr ko'radi. Va oxir oqibatda tushundiki, bu umumiy mahrajda hammaga ziyon yetkazishi mumkin ekan. Umumiy aytadigan bo'lsak, qanday qilib mana shu ekologiyamizni yaxshilash mumkin? Mayli, qarorlar chiqyapti, yaxshi. Mo'jiza ro'y bermaydi. Shuni ham aytish kerak. Birdaniga ertaga, misol uchun tursak, ertalabda havo toza bo'lib qolmaydi. Bu biz 2025-yildagi bu holatimizga 2017-yildan boshlangan xatolar tufayli kelgan bo'lsak, yillar davomida ketma-ket xatolar, o'ylanmagan qarorlar, shoshma-shosharlik, jamiyat ishtiroki yo'qligi tufayli kelgan bo'lsak, endi bu orqaga qaytib vaziyatni o'nglashga ham uzoq muddat vaqt ketadi. To'satdan ertaga mo'jiza ro'y bermaydi. Shuni ham hisobga olish kerak. Haligi populizm bo'ladi agar ertaga biz mana bugun Eko qo'mita tashkil etildi, ertaga hammasi joy-joyiga tushib ketadi, suvimiz normallashadi, havomiz normallashadi degan masala yo'q. Bu og'ir kurashlar bo'ladi. Ekologiya masalasi bo'yicha qarorlar, energetika bo'yicha qarorlarni o'zgartirishga olib kelish kerak. Iqtisodiy masalalar bo'yicha qarorlarni o'zgartirishga olib kelish kerak. Shu joyda savolda mana. Shuncha pul berilyapti ekologiya qo'mitaga. Endi beriladi. Endi beriladi, mayli. Ularni kim tekshiradi? Masalan, bizda shunaqa holatlar bor, daraxtlar ekib tashalgan va ular qurib yotgan holatlar bor. Ularni to'g'ri ishlatilayotganini qaysi organ tekshirib turadi? Endi qarang, o'zi biz qonunlarimizga ko'ra barcha organlar hisobdorligi bor. Parlament oldida hisobdorligi bor, o'z-o'zidan davlat rahbarining oldida hisobdorligi bor va hisob palatasi doimiy ravishda tekshirib boradi. Byudjet mablag'larini taqsimoti, ishlatilishi, o'zlashtirilishi bo'yicha hisob palatasi tekshirib boradi. Ya'ni nega xalq tekshirmaydi buni? Endi qarangda, xalq deganda xalqning nomidan vakolatli organlar bor-da. 38 million odam birma-bir aytaylik 200 ta ekologlar orqasidan yurib, uni xatti-harakatini nazorat qila olmaydi-da. Uni nomidan vakolatli organlar bor. O'zi davlat qurilishi xuddi shunday-ku.
Ya'ni xalq nomidan xalq o'zini mandatini beradi saylangan davlat rahbariga, parlamentiga, shakllangan parlamentga vakolatini beradi. Ular xalq nomidan ish ko'radi. O'zi shunday-ku qonun qoida. Bundan boshqacha qonun qoida o'zi ishlamaydi-ku o'zi. Hozir shunday vaziyatga ortga qaytmas bir darajaga yetib qolyapmizki, o'zimiz ham o'zgartirmasak, o'zgartirishlarni ham talab qilmaydigan bo'lsak, vaziyat yana ham yomonlashadi. Ana bu qo'rqituvlar bor-ku, iqlim migrantlari, suv bilan bog'liq migratsiya, havo yomonlashuvi bilan bog'liq migratsiya endi bu qo'rqituv emas, reallikka aylanmoqda. Shaxsan masalan allergiklar ko'zida boshqasida allergiyasi bor odamlar uchun dahshatga aylangan. Ya'ni ertalabdan turasiz, hayot xunuk ko'rinadi sizga, ko'zingiz achiydi, boshqa qiladi, oddiy yashash qiyinlashib ketyapti. Mana shu jihatdan. Hozirgi mana shu oxirgi kunlardagi Toshkent shahrida biz hozir gapirayotganimizda Toshkent shahrini inobatga olyapmiz xolos-da, chunki Toshkent shahrining ovozi ko'proq chiqadi. Odamlar ko'proq ijtimoiylashgan, tarmoqlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati bor. Hokimiyat organlari shu yerda, markaziy hokimiyat organlari. Lekin bilingki, bu hozirgi muammo nafaqat Toshkent shahrini, O'zbekistonning juda ko'p yirik shaharlarni qamrab olyapti. Andijon, Farg'onadagi ahvol Toshkentdagidan yaxshi emas. Og'ir bo'lsa og'irki, yaxshi emas. Biz hali hozir gapirayotgan gapimiz ko'pchilikning nazarida faqat Toshkent bilan bog'liq deb tushunmasa kerak. Butun O'zbekistonga taalluqli masala. Boyaga aytgandek, qaror va farmonda qator masalalar ko'rsatilgan. Ekologiya, iqtisodiy, biznes masalalari, kerak bo'ladigan bo'lsa jamoatchilik ishtiroki, mana shu joyga katta urg'u berardim. O'zgarishlarni amalga oshishda jamoatchilik ishtirok etmasa amalga oshmaydi. Ya'ni bundan buyog'iga qarorlarda jamoatchilikda o'zbekistonliklar ishtiroki bo'lish kerak. Bizni ishtirokimizsiz, ya'ni o'zbekistonliklarning ishtirokisiz qarorlar qabul qilingani uchun biz ekologiya masalasi shunaqa og'ir masalaga keldik-da. Endi bu ekologiya masalasida muvozanatni ta'minlash uchun jamoatchilikning ishtirokini, o'zbekistonliklar ishtirokini qaror qabul qilishda ta'minlash kerak. Mana shu asosiy negizi bo'lishi kerak o'zi. Biz hozir aytyapmiz-mi, o'nlab ishlar qilinishi, yuzlab chora-tadbirlar amalga oshirilishi. Lekin shuni diqqat markazida, o'rtasida o'zbekistonliklar ishtiroki bo'lishi kerak. Aslida bu ekologiya birlamchi muammo ham emas edi. Pul topish, masalan, rizq topish bu odamlarning birlamchi muammosi edi. Mana shu dilemma ko'pchilik qarama-qarshi qo'yadi, ya'ni ekologiya masalasi va iqtisodiyot bir-biriga qarama-qarshi deb. Men bunday o'ylamayman. Ya'ni agarda biz tabiatni yaxshilanishini, ekologiya bilan bog'liq muammolarni hal qilishga ko'proq mablag' ajratadigan bo'lsak, bu iqtisodiy o'sishni kuchaytiradi. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi qaytanga. Shuni yaxshiroq tushundim. Yangi tarmoqlar paydo bo'ladi. Hattoki ekologiya bo'yicha talablarni biz mezonlarni yaxshilaydigan bo'lsak, iqtisodiyotimizda umuman biz kutmagan bozor tarmoqlari paydo bo'ladi. Filtrlar ishlab chiqarish bilan bog'liq, misol uchunda. Shu o'rinda men endi aytib o'tib ketishim kerak, boya bir sanadik-ku, ekologlarning oldida iqtisodiy masalalar bilan ichida mana shu proteksionizmga qarshi turish masalasi ham bor. Odamlarimiz bugun toza havo uchun ko'p gapirilyapti, pul to'lashga majbur bo'lyapti. Har xil ko'rinishda, tovon ko'rinishda, boj ko'rinishda. Mana shu bojlar masalasini ham qayta ko'rib chiqish kerak. Siz hozir kelganingizda aytdingiz-ku, nima oldim? Havo tozalagich oldim. Havo tozalagich oldim. Majbur bo'ldim. Qanchaga oldingiz havo tozalagich? 3 million atrofida. 3 million atrofida, demak $250, to'g'rimi? Shu $250 tasavvur qiling, kamida $50, kamida $50 bu boj. Demak, bu haqda ham o'ylashimiz kerak-da. Bu kompleks masala. Hammasi mana ekologiya bilan bog'liq muammoning yechimi bu kompleks masala. Bu menga taalluqli emas deb tura olmaydi-da hech kim. To'g'ri. Ekologiya haqida cheksiz gaplashish mumkin, lekin bizda boshqa qaror, iqtisodiy qaror farmoshlar ham bor. Samarqand viloyat elektr tarmoqlari 30 yilga Aksa Energy'ga berildi. Bu DXShning yangi bosqichimi? Yoki xavotir bor joylari ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, o'zi nimaga auditoriyamizga aytib o'tib ketishimiz kerak. O'tgan haftada O'zbekistonda Toshkentda muhim bir tadbir bo'lib o'tdi. Bu davlat xususiy sheriklik bilan bog'liq bo'lgan loyihalar bo'yicha davra suhbati o'tdi. Bildik, yo'llardagi tirbandliklardan biz bildik. Faqat yo'llardagi tirbandliklar faqat shu davra suhbati tufayli bo'lmadi. Oddiy xalq shunaqa qilib sezadi-da. Ha, bo'pti, xo'p. Bu davra suhbatida O'zbekiston hukumatining vakillari, vazirliklar, investorlar, xalqaro moliya institutlari ishtirok etdi. Shu 2 kun o'tgan davra suhbatidagi e'lon qilingan muhim qarorlardan bittasi shu Samarqand elektr tarmoqlarini
Aksiya Energiyaga turklarga boshqaruvga berilishi bilan bog'liq bo'lgan yangilik bo'ldi. Bu juda ham muhim deb yangilik deb hisoblayman. O'tgan yili energiya regulyatori rahbari Sherzod Hajjayev bilan gaplashganimizda ham menda xavotirlarimni aytgandim. Ya'ni biz endi bundan buyog'iga hududiy elektr tarmoqlarini har bir hudud bo'yicha boshqaruvga bermoqchimiz. Bu qanday amalga oshadi? Iste'molchi jabrdiyda bo'lib qolmaydimi? Manfaatlari bu yerda qanday ta'minlanadi iste'molchini degan men xavotirlarim bor edi. Bu xavotirlar nima bilan bog'liq edi? Davlat xususiy sherikligi uchun tanlanadigan sheriklarni qanday tanlanishi bilan bog'liq edi. Chunki biz ko'ryapmiz, juda yaxshi davlat xususiy sherikligi bilan bog'liq bo'lgan loyihalarning ichida yaxshi bo'lmagan, odamlar hali natijasini ko'rmayotgan, oqibatlari biz kutgan bo'lmayotgan, natijalari biz kutgan darajaga yetmayotgan loyihalar ham bor-da. Misol keltiring. Mana misol uchun sizga mana issiqlik bilan bog'liq Toshkent shahridagi issiq ta'minoti, issiq suv ta'minoti Veolia bilan bog'liq, to'g'rimi? 2 yil, 3 yil ketyapti. Boshqaruvga berilgan Veolia Toshkent boshqaruvda amalga oshiriladi, Tosh issiqlik quvvati bo'yicha. U ham uzoq muddatli shartnoma. Ha, u ham uzoq muddatli shartnoma. Albatta boshqaruvga berilishi uzoq muddatli shartnoma bo'ladi. Hali odamlar natijasini ko'rgani yo'q. Bu bo'yicha juda ham savollar ko'p. Boshqaruvchiga savollar ko'p, ochiqlik masalasi bo'yicha savollar ko'p. Menda shu loyiha boshlanish arafasidagi asosiy savollar birinchisi tender qanday amalga oshirilishi bilan bog'liq. Ya'ni biz tenderni qanday amalga oshiramiz? Misol uchun Namangan aeroportini boshqaruvini umuman bitta nomi hech kimga hech narsa anglatmaydigan ustav kapitali 2 million so'mdan iborat bo'lgan bitta MCHga topshirdik-da. Ya'ni u aeroport qurmagan, aeroport boshqarmagan bitta kompaniyaga topshirdik. Buni ham to'satdan bu haqda xabar topib qoldik. Mana asosiy xavotirim shunday voqelik takrorlanmasmikin degan masala bilan bog'liq edi. Ya'ni tenderlarni xalq ishtirokisiz bo'layotgan. Yo'q, xalq ishtirokisiz emas, yetarli darajada raqobatli va talabgorlar ishtirokida, tajribaga ega bo'lgan talabgorlar ishtirokida o'tmasligi bilan bog'liq edi. Bu xavotirlar mana noto'g'ri ekanligini ko'rdik. Afsuski axborot yetarli bo'lmaganligi tufayli kech xabar topyapmiz-da bundan. O'zi ochiq tenderlar bizda o'tkazilganiga misol keltira olasizmi? Ochiq tenderlar, ko'p ochiq tenderlar bo'yicha misollar. Mana Aksiya Energy shu ochiq tender bo'yicha. Aksiya Energy yana bitta tarafi bor. Bungacha Samarqand hududiy elektr tarmoqlari bo'yicha boshqaruvni qo'lga kiritgungacha O'zbekistonda 3 ta gaz porshinli nima ham qurgan, issiqlik elektr stansiyasi ham qurgan. Bu ham tender yutib olish orqali amalga oshirilgan loyihalarda. Demak, qandaydir ishonch bor. Xo'p, ishonch bor, lekin ishonch yetarli emas. Ishonch yetarli bo'lish uchun bu haqda ko'proq axborot berilishi kerak. Shu davra suhbatining yakunlarida yana bitta masalani e'lon qilishdi. Bundan buyog'iga davlat xususiy sherikligi bo'yicha loyihalar to'g'risidagi axborotlarni bitta portalga jamlashmoqchi endi bular. Ya'ni qiziquvchilar, investorlar, iste'molchilar hammasi axborot ola olish kerak bo'lishi kerak-da, ola oladigan bo'lishi kerak. Mana Aksiya Energiya bo'yicha o'sha kungacha birorta axborot chiqmagan. Tasavvur qiling. Tenderda kimlar ishtirok etyapti? Birinchi bosqichda nechta ishtirokchi bo'ldi? Oxirgi bosqichda nechta ishtirokchi bo'ldi? Biz boshqa manbalardan, unda ham surishtirganimizdagina bu axborotlarga ega bo'ldik. Vaholanki bu ochiq bo'lishi kerak. Loyihaning qiymati qancha? Investor bilan qanday shartlarda shartnoma tuziladi? Misol uchun hozir odamlar ertaga Samarqandda Aksiya Energy boshqaruvni qo'lga kiritsa, nimalar o'zgarishlar ro'y beradi? Ular nimalarni kutish kerak degan savollarga javob ola olish kerak-da. Meni istagim o'zi shu. Chunki bu loyihadan keyin ertaga Sirdaryoda, Jizzaxda ham xuddi shu jarayon davom etadi. Ya'ni u yerda ham hududiy elektr tarmoqlarini boshqaruvi topshiriladi. Bitta qarorda yozib ketilgan, aytaylik, yo'qotishlarni 2 barobar kamaytirish deyilgan. Bizda O'zbekistonda elektr energiyani taqsimoti va iste'molchilarga yetkazishdagi eng asosiy muammolardan biri yo'qotishlar kattaligi bilan bog'liq. O'z tariflarimiz qimmatligi ham shunga qisman borib taqaladi. Ayrim oylarda 25% gacha yo'qotish yetadi. Bu umumiy e'tirof etilgan bizni iqlimiy shart-sharoit va murakkabliklar bilan bog'liq bo'lgan davlatlar bilan solishtirganda 4-5 barobargacha yo'qotishlar yuqorida. Juda ham yuqori. Mana shu boshqaruvchi qilish kerak bo'lgan ishlardan eng asosiysi yo'qotishlarni kamaytirish. Uni foydasi xususan yo'qotishlarni kamaytirish orqali amalga oshiriladi. Jamg'ariladi foydasi.
Xo'p, oddiy xalq sifatida savol beray. Xo'p. Xalq sifatida bizga tariflarga qanday o'zgarish bo'ladi? Karmonga qanday ta'sir Xo'p, qiladi? tariflar bu taqsimot ni boshqaruvga berilishi tariflarga ta'sir ko'rsatmaydi. Buni aytish kerak. Vaqtincha emas. Yo'q, umuman siz savolni qo'yganingiz bo'yicha men javob beradigan bo'lsam, tariflar 2035-yilgacha markazlashgan tartibda tasdiqlanadi. Ya'ni hududiy miqyosda operator tomonidan mustaqil belgilanmaydi. Ya'ni markazlashgan tarzda tariflar aholi uchun belgilanishda davom etadi. Ya'ni 10 yil kamida. Bu o'zimiz o'tgan yil undan avvalgi yilgi qabul qilgan hukumat qarorlarimizda belgilab qo'yilgan. Odamlar nimani his qilishi mumkin hozirgi bo'layotgan o'zgarishlardan, ya'ni boshqaruvga xususiy kompaniyalarga boshqaruv berilayotgandan. Bu uzilishlarni kamayish. Bu teskari aloqani paydo bo'lish. Bizda eng katta odamlarning noroziligi uzilishlardi mavjudligi va bu uzilishlarni odamlarga ogohlantirmasdan amalga oshirilish. Ya'ni odamlar soatlab yoki ba'zi bir holatlarda bir necha soat ertalabdan kechgacha elektr energiyasi, biznes ham, aholi ham bo'lmasligidan jabr ko'ryapti. Buni yo'qotishlarni hech kim hisoblayotgani yo'q-da. Asosiy maqsadlardan biri mana shu uzilishlarni kamayishi bo'ladi. Aholi oladigan, biznes oladigan yutuqlardan biri shu bo'ladi. Agar hammasi ideal biz kutgan darajada amalga oshiriladigan bo'lsa, shuning uchun ham ochiqlik kerak-da. Shuning uchun ham ko'proq axborot berilishi kerak. DXSH loyihalari bo'yicha ko'proq axborot berish kerak. Tasavvur qiling, 2030-yilgacha taxminan, endi hozir sonni aniq aytmayman, 30 milliard dollarlik 3000 dan ortiq loyiha amalga oshirilyapti O'zbekistonda, DXSH loyihalari. Juda katta summada. 30 milliard. 30 milliard. Da oxir oqibatda to'lovchisi buni, ya'ni bu xizmatlardan, bu mahsulotlardan foydalanuvchisi va to'lovchisi O'zbekiston xalqi. Shunday ekan, O'zbekiston xalqi bu to'g'rida ko'proq axborot olishga, ko'proq ma'lumot olishga haqli-da. Keyingi savolga o'taman unda. Tannarx xarajatlarni qisqartirish bo'yicha, demak, hukumatga tannarxni tushirish bo'yicha qat'iy topshiriqlar berildi hozir. Zo'r farmoyish qabul qilindi. Bu amaliyotda qanday o'zgarishlarga olib keladi? Hukumatga emas, birinchidan davlat kompaniyalariga xarajatlarni kamaytirish, tannarxni kamaytirish to'g'risida ajoyib farmoyish qabul qilindi. O'zi O'zbekistonda bilsangiz, prezident qarorlari e'lon qilinadi, prezident farmonlari e'lon qilinadi. Juda kamdan kam holatda prezident farmoyishlari e'lon qilinadi. Bu safar shu prezident farmoyishi e'lon qilindi. Bu hujjatning maqomi farmoyish. E'tibor bersangiz, bu hujjatga qiziqishim birinchisi bu homiylikni to'xtatish bilan bog'liq masala bo'ldi. Ya'ni davlat rahbari aytayapti farmoyishda, bundan buyog'iga homiyliklar to'xtatiladi. Faqat istisno prezident topshiriqlari. Ya'ni prezident topshiriqlari asosidagina homiylik bilan bog'liq bo'lgan, homiylik yordami bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni amalga oshirish mumkin. Keling, oddiy tilda tushuntiraylik. Oddiy tilda tushuntiraylik-da, davlat kompaniyalarini samarasizlikka yetaklayotgan eng samarasiz xarajatlardan biri homiylik bo'lib qolganda. Turli tadbirlarga homiylik mablag'ini ajratish, sport, futbol kabi tadbirlarga mablag'ini ajratish, hozir endi nomini aytmayin, ayrim davlat kompaniyalarimiz 4 tagacha futbol klubiga homiylik qiladi-da. O'zi qarzi ko'p, o'zi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan, qazib olish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga ega. Ba'zi bir kompaniyalarimiz bor, o'zi zararda, yillar davomida zararda, lekin u futbol klubiga homiylik qiladi. O'z istagi bilan. Ya'ni bu mantiq yo'q-da. Istak bilanmi? Endi bu savolingizga aniq javobim yo'q. Albatta istagi bilan emas, albatta. Bu ma'muriy topshiriq, ma'muriy bosim bilan. Biz juda ko'p qarorlarimizni xato ekanligini o'zimiz tushunib yetmagunimizgacha o'zgartira olmaymiz-da. Meni xursand qilgan narsa mana shu tannarx bilan bog'liq bo'lgan farmoyishda shu paytgacha qilgan ayrim ishlarimizda xatolar borligini tan olayotganimiz. Juda ko'p o'zgarishlar xatolarni tan olishdan boshlanadi. Demak, bu pozitiv o'zgarish. Juda katta, mana o'zi bekorga aytmayapman, mana shu oxirgi haftada dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlarda juda ko'p qarorlar qabul qilindi, samarali qarorlar. Ya'ni agarda ijrosi joy-joyida bo'ladigan bo'lsa, talab bo'lsa, ijrosi bo'yicha ko'p o'zgarishlarga olib keladi. Mana shu farmoyishda, tannarxni kamaytirish bo'yicha farmoyishda ikkinchi muhim nuqtasi homiylikdan keyin bu davlat kompaniyalarining juda ko'p xarajatlarini, xizmatlarini outsourcega berish bilan bog'liq bo'lyapti. Davlat kompaniyalarining xarajatlari o'sib ketayotgan nuqtalari topilgandayda 20 ta yo'nalish bo'yicha xizmatlarni outsourcega berish va xususiy kompaniyalarni olish masalasi qo'yilyapti-da. Bu kadrlar tanlashdan tortib buxgalteriya xizmatlari, cleaning, tozalash
farroshlardan tortib hatto avtomobil haydovchisi bilan avtomobildan foydalanishgacha. Ba'zi bir davlat kompaniyalarimiz nimaga aylanib qolgan? Avtosaroyga aylanib qolgan. Ya'ni o'nlab avtomashinalar bor. Ertadan kechgacha o'sha kimgadir xizmat ko'rsatadi. Bu kompaniya uchun qanchalik samarali, samaratsizligi haqida hech qanaqa hisob-kitoblar mavjud emas. Endi bundan buyog'iga ular har bir so'mini hisob-kitob qilishga majbur. Har bir so'mni to'g'risida hisobot berishga majbur. Mana shu farmoyishni ijrosi yo'lida. Albatta, davlat kompaniyalarini tannarxini kamaytirishga bu yetarli emas. Meni endi fikrim. Ularni tannarx kamaytirishga undaydigan asosiy vosita bu raqobat bo'lishi kerak. Hech qaysi kompaniya, hatto xususiy kompaniya bo'lsa ham, agar raqobat bo'lmaydigan bo'lsa, u o'zini xohishi bilan tannarx pasaytirmaydi. O'zini xohishi bilan narx kurashiga kirmaydi-da. Uni bozor va iste'molchilar tanlovi majbur qiladi. Misol uchun, men endi misol babi bunga ham to'xtalamiz, balki UzAuto Motors Cobalt ishlab chiqarish tannarxini o'zini xohishi bilan kamaytirmaydi-da. 10 ta uni ustiga topshiriq bersak ham, farmoyish bersak ham xohish bilan kamaytirib qolmaydi uni. Sababi uni raqobatisi yo'q, Cobaltda raqobatisi yo'q. Cobalt avtomashinalariga shartnomalar haqida ham gaplashaylik, Otabek. Shartnoma oldingizmi? Shartnoma olganim yo'q. Urinib ko'rdingizmi? Yo'q, urinib ham ko'rganim yo'q. Demak, bevosita avtosalonlardan berilishi qanday oqibatlarga olib keldi? Keling, bevosita avtosalonlargacha yetib kelishga joyi bor hali. 3-noyabrda 100 mingta Cobalt shartnomasi, kontraktatsiyasi onlayn tarqatilishi e'lon qilindi. O'sha kuni bilsangiz, 2 soatga qoldi yoki qolmadi, 100 mingta shartnoma berdik deb e'lon qilindi. UzAuto Motors. Qanaqa yaxshi ko'rishadi bizning xalq? Cobalt yaxshi mashinami? Hozir aytaman. Shu savolingizga javob beraman. Cobalt yaxshimi yoki qanaqa mashinalik to'g'risida? To'xting, ungacha aytib olayin. Mohiyat qayerdan boshlanganini. Ma'lum bo'ldiki, oradan 2 hafta o'tib ma'lum bo'ldiki, bu 100 mingta tarqatilgan shartnomadan 80% uchun to'lov qilinmagan. Ya'ni odamlar shartnoma olavergan, to'lov qilmagan. Ya'ni o'zi Cobalt olish niyatidagilar emas, ya'ni puli bor, to'lov qilishga puli, imkoniyati borlar emas, spekulyantlar shartnoma olganda. O'zi asosiy savol shunda, bir necha yildan beri. Har yili mana shu talabgir Cobaltga yilga 2 marta, ba'zi yiliga 3 marta onlayn shartnoma ochiladi-da. Ularni har xil ko'rinishda 1 soatda, 1,5 soatda tarqatdik deb e'lon qilinadi, lekin to'lovga kelganda hech kim to'lamaydi uni. Ya'ni olib sotarlar 80% to'lamadi. Demak, olib sotarlar unda o'tiribdi-da yoki mana shartnomani olsam kimgadir beraman, hech bo'lmasa $200 beradi deydiganlar o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Olib sotarlar bo'lmasa ham. Shundan vaziyatdan foydalanib qoluvchilar. Shunga o'tgan kuni 2 kun avval UzAuto Motors e'lon qildiki, endi qolgan shartnomalarni biz avtosalonlar orqali tarqatamiz deydi. Avtosalonlarda siz imijini bilasiz, reputatsiyasini bilasiz u yerda. Mana bugun ertalab nima yozyapti? Avtostrada uz nashri yozyapti. Shapkalar paydo bo'lgan. O'zi onlayn shartnoma tarqatishga savollar juda ko'p. U yomon mexanizm, ya'ni to'liq bo'lmagan mexanizmdan voz kechib turib, undan ham yomon mexanizmga o'tilyapti-da. Ya'ni onlayn shartnoma tarqatishdan endi avtosalonlarda offlayn o'sha biz bilgan dilerlar orqali shartnoma kuniga 2000 ta, 3000 ta shartnoma tarqatishga o'tilyapti. Arzon modellarga endi avtostradani yozishi bo'yicha shapka ham juda paydo bo'lgan. Tushunyapsizmi? Shapka. Shuni oson yo'li bor. Mana misol uchun bu haqda bir necha marta yozildi. Shu onlayn shartnoma tarqatish talabgir mashinalarga o'zi eng to'g'ri yo'l, lekin u takomillashtirilgan tarzda amalga oshirilishi kerak-da. Onlayn shartnoma olgungacha bo'lgan bosqichda siz nima bron qaysidir miqdorda pul to'lashingiz kerak-da. Puli yo'qlar shartnoma olmasligi kerak, bunda qo'pol qilib aytganda. Yo zadatik bo'lish kerak. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi zadatikda? O'sha boshlanma pul bo'lishi kerak. Shu yo'qotilishi mumkin bo'lgan puli bo'lish kerak-da xaridorlarning. Chunki haqiqiy xaridor, mashina olmoqchi bo'lgan xaridorda qanaqadir miqdorda puli bor-da. Hech bo'lmasa kredit olaman deydigan bo'lsa, mashina pulini 15-20% miqdorda puli bo'lishi kerak-da. Ya'ni 20 million, 30 million puli bo'lishi kerak kamida. To'g'ri. 20 million, 30 million puli bo'lmagan odamni mashina olishga harakati bormi? Demak, u spekulyant. U o'rtamchi, vositachilik qilmoqchi. Nega shu narsa avvaldan ko'rilmagan? Bilmayman, mana shuni men o'tgan yil ham bu haqda ko'p marta savol qo'ydim. Bu yil ham qo'ydim. Jamoatchilik ham qo'yyapti. Avtosanoatimiz bizni shu savolga javob berayotgani yo'q.
Endi Cobalt yaxshi mashinami yoki yomon mashinami degan savolingiz javob. Men bilmayman, yaxshi mashinami yoki yomon mashinami. Demak, haydamagansiz. Yo'q, haydab ko'rganman, qachonlarda haydab ko'rganman. Buni yaxshi yoki yomonligini iste'molchilarda tanlov bo'lsagina bo'ladi. Cobaltni oldida o'zbekistonliklarda tanlovi yo'q boshqa. Ya'ni hozir Cobaltning narxini olsak, misol uchun 12.000 atrofida press kurant narxini oladigan bo'lsak, ana Midnight bir balo deb nomlanganlarini narxi 14.000 ga qarab ham ketyapti, hattoki press kurant narxi. Mana shu Cobaltning oldida tanlov yo'q, boshqa tanlov yo'q. Ya'ni xuddi shu Cobaltga o'xshagan import mashina O'zbekistonga olib kirsangiz, Cobaltdan bir 2 barobar qimmatga tushadi. Elektromobil ham xuddi shunaqa. Siz mana Cobaltga raqobat qilishi mumkin bo'lgan O'zbekistonda BYD'ni E2 modeli bor. Sigul modeli bor. To'g'ri, nimasi modifikatsiyasi Cobaltda bo'lishi mumkin emas. Ehtimol bu to'g'ri kelmas, lekin nima narx nuqtai nazaridan shunga to'g'ri keladi-da. Lekin O'zbekistonga E2 ni olib kelib, kamida 18.000, 20.000 ga sotishyapti. Nimani soliqlar Sigulni yo'q, sun'iy monopoliya hisobiga. Sun'iy monopoliya hisobiga. Aynan mana shu. Shunga men o'z meni iste'molchi sifatida fikrim qanaqa? Biz sekin-asta nimani ichki yonuv dvigatellik, bu ekologiya masalasi ham bor-da, ichki yonuv dvigatellik avtomobillardan voz kechish yoki ular bo'yicha utilizatsiya yig'imini oshirish yo'lidan ketaverishimiz kerak. Chunki bizda ertaga benzin masalasini ko'ryapmiz, muammo va qimmat, bu ham monopol tovarga aylanib qolgan. Gaz masalasini ko'ryapmiz, metan gazlarda. Har yili kuzda, bahorda muammoli holat. Shunga meni o'zi fikrim shunaqaki, biz agar ekologiya masalasini, iqtisodiy masalani va iste'molchilar tanlovini masalasini bir ko'radigan bo'lsak, biz elektromobillar importini maksimal darajada tanlovini oshirishimiz kerak. Turli noboj to'siqlarni va tariflarni kamaytirish yo'lidan borishimiz kerak. Men Cobaltdan voz kechish kerak deb aytmoqchi emasman. Ikkinchi masala ham bor. Mana shu O'zbekistonda import mashinalaridan utilizatsiya yig'imi undiriladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan yashirin qaror bilan utilizatsiya yig'imi undirilmaydi. Nimaga? Savol, menda ham savol, mana siz savol beryapsiz, nimaga deyapsiz? Mana hozir hurmatli mana ekologiya milliy qo'mitamizni yangidan tayinlangan rahbariyatiga shu savolni bermoqchiman. Nima sababdan ertaga utilizatsiya yig'imi shu qo'mitaga borib tushadi? Nima sababdan O'zbekistonda shu utilizatsiya yig'imi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yig'ilmaydi? Yashirin qaror bilan bunday imtiyoz berilgan. Shuni bir surishtiringlar. Chunki ertaga bu utilizatsiya yig'imi bo'yicha tushumlar shu milliy qo'mitaga ekologiyani yaxshilash uchun, tabiatni tozalash uchun ishlatiladigan manba bu. Masalan, ko'tarish kerak-da. Shu o'rinda keyin Trillionlab, mana qarang-da. O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar trillionlab utilizatsiya yig'imi to'lamaydi. Trillionlab, gap milliardlar haqida ketmayapti, trillionlab utilizatsiya yig'imi to'lamaydi. Bu ham xuddi shu mahalliy ishlab chiqaruvchimizga, monopolistimizga sun'iy ravishda berilgan imkoniyatda, imtiyoz, yaratib berilgan imtiyoz. Keyin mana shu utilizatsiya yig'imi aynan ichki yonuv dvigatelli mashinalardan undirilishi kerak. Sababiki ular katalizatorsiz ishlab chiqarilyapti. Eng ko'p havoni buzayotgan shaharlarda, yirik shaharlarda manbalardan bittasi shu. To'g'ri. Hozir monopoliya qo'mitasi haqida, monopoliya haqida gap ketdi. Bizda mana anti-monopoliya qo'mitasi borligini bildik. Ya'ni anti-monopoliya va mobil operatorlar ishi haqidagi yangilik haqida to'xtalib o'taylik, Otabek aka. Demak, anti-monopoliya xizmatini uyali aloqa operatorlarga ish qo'zg'atishi raqobatga qanday ta'sir qiladi? Xo'p, qarang, hali ish qo'zg'atilgani yo'q. Siz uyali aloqadan foydalanasizmi? Albatta. Nechta raqamingiz bor? 2ta. Xo'p, nima sababdan 2ta raqamdan foydalanasiz? Chunki bittasida internet yaxshi ishlamaydi. Ana siz majbursiz 2 barobar pul to'lashga, chunki qayerdadir internet yaxshi ishlamaydi, qayerdadir aloqa yaxshi emas. Haqiqatdan. Toshkentda, misol uchun, bitta kompaniyadan foydalansangiz, internet yaxshi, Toshkentdan chiqishingiz interneti yomonlashadi yoki ovoz xizmati yomonlashadi. Aynan o'sha. Ikkinchi savol bering. Keyin hadeb siz menga savol beraverasiz, men ham sizga savol berayim. Mana shu 2025-yil boshidan beri tariflar necha marta oshdi? Tariflar oshadi. To'g'risi, ana biz narkomanga o'xshab mana shu telefondan foydalanganimiz uchun
tariflarning oshishi menga ta'sir qilmaydi. Nimaga ta'sir qilmaydi? Chunki baribir menga internet kerak. Yo'q, internet kerak, sizga ham kerak, menga ham kerak, hammamizga kerak. Lekin tariflarning oshishi, asossiz oshishi siz bezovta qilmaydimi? Yo'q, bezovta qiladi, lekin biz majburmiz o'shani. Ha, mana o'rganib qolganmiz. bizni mana shu majburligimizni, bizni ziyonimizga ishlayotgan qoidalarni, tariflarda o'zgarishini antimonopoliya o'rganmoqchi. Mana sizning savolingizga javob. Bizi uchun, iste'molchilar uchun, shuning uchun so'rovnoma ham o'tkazdi. E'tibor bersangiz, birinchi marta antimonopoliya o'rganyaptiki, nima sababdan o'zbekistonliklar 2 ta, 3 ta sim kartadan foydalanishga majbur bo'ladi? Chunki bu o'zi aslida qimmat bo'lgan, har doim asossiz ravishda oshiriladigan tariflardan jabr chekayotgan o'zbekistonliklar yana buni ustiga 2 ta, 3 ta sim kartadan foydalanishga majbur bo'ladi. Aloqa yomonligi uchun. Demak, faqat menda emas ekanda bu. Bitta sizda emas, butun O'zbekistonning muammosi bu. Shu so'rovnoma o'tkazdi. Siz so'rovnomada bir ishtirok etib ko'ring shuni. O'z tashvishlaringizni, e'tirozlaringizni bildiring. Endi nimaga kelsak, hali ish qo'zg'atilgani yo'q. Raqobat qo'mitasi e'lon qildiki, shu biz o'rganishlarni o'tkazyapmiz, o'rganishlarni boshladik deb e'lon qilindi. Agarda o'rganishlar natijasida shu raqobatni cheklaydigan va til biriktirish holatlari aniqlanadigan bo'lsa, biz ish qo'zg'aymiz deb ogohlantirish aytdi. Til biriktirishni nima qilish juda qiyin-da. E'tibor bersangiz, nomini aytmayman endi, ular ketdagi yana hali endi boshlangan ko'rsatuvni sudga berib yurmasin. Fevralda bittasi tarifni oshiradi. Martda ikkinchisi oshiradi. Aprelda uchinchisi oshiradi, mayda to'rtinchisi oshiradi. Go'yoki ular til biriktirmagandek. Lekin bir xil darajada oshiradi deyarli, tushunyapsizmi? Yana oshirganda ham shunaqa vaj ko'rsatishadi. Iste'molchilarda nimalarini foydalanadigan megabaytlarini va minutlarini oshirganimiz tufayli oshirdi deydi. Vaholanki ular berayotgan megabaytini, qo'shib berayotgan megabaytini, qo'shib berayotgan minutini men yarmini ham ishlatmayman-da, misol uchun. Mana shu. Sizda ham shunaqami? Misol uchun falon 1000 megabayt yoki falon gigabaytga oshirdik deb turib, narxni, tariflarni 10-15% oshiradi deydi-da. Men o'zi oshirmangacha bo'lgan ham holatda ham gigabaytni ishlatmasdim, ishlata oxirigacha. Endi yana ham oshiryapti-da, men foydalanmaydigan xizmatimga to'lashga majbur qilyapti. Men iste'molchi sifatida raqobat qo'mitasidan doim shu narsani so'rayman-da. Bu o'zi til biriktirish va iste'molchini majburlash bo'lmasa, nima o'zi majburlash? Yana bitta narsa, har xil xizmatlarga qo'shib tashlashadi, keyin bu alohida muammo. O'zi hali kunlik tariflarga majbur o'ttirib qolish masalasini ham bir ko'targandi raqobat qo'mitasi. Unga qanaqadir nuqta qo'yildi. Oldin aytaylik, pulingiz yetarli bo'lmasa, siz tarifingiz avtomatik kunlikka o'tib ketib qoladi. Siz uni xohlamaysiz. Siz oylik tarifga ulangansiz avval boshda. Lekin sizni pulingiz aytaylik 50 ming so'mlik tarifda 48 ming so'm hisobingizda pul bo'lsa, kunlik 4 ming so'mdan yoki 3 ming so'mdan ushaladigan tarifga o'tib qoladi avtomatik ravishda. Biz bunga qo'l qo'ymaganmiz vaholanki. Rozi bo'lmaganmiz. Shunaqa nimaga undash, turli pulli xizmatlarga undash, bu hokazo mayda masalalar ham bor. Lekin eng asosiy muammo O'zbekistonda shu mobil xizmatlar bilan bog'liq tariflarning oshirilishi tinimsiz davom etayotgan, to'xtamay. Va bu savol 2 darajada qiymatga ega, ularga soliqlar tushirilyapti har yili. Aktsiz solig'i 2025-yilda sizga ma'lumot uchun uyali aloqa kompaniyalariga aktsiz solig'i butunlay bekor qilindi. Ya'ni ular uchun soliq olib tashlandi. Dahshat. Ular uchun soliq olib tashlanganiga qaramasdan tariflarni arzonlashtirish yoki barqarorligini saqlash o'rniga ular yana ham tariflarni oshiryapti. Savolmi? Savol. Mana 9 oylik natijalar chiqdi. Ayrim uyali aloqa kompaniyalari soliq to'lashni 40-45% gacha kamaytirib yuborgan. To'layotgan soliqlarni. Ya'ni biz nafaqat biz iste'molchilarga yutqizyapmiz, davlat ham yutqizyapti. Qarang, ko'proq tarif to'layotgan bo'lsak, tarif uchun tinimsiz oshirishayotgan bo'lsa, ham soliqni kam to'layotgan bo'lsa, o'zi nima qilish kerak bu sohada? Savol berilishi kerakmi? Kimga ketadi bu savol hozir? Bu savol raqobat qo'mitasiga ketadi albatta. Raqobat qo'mitasi boyagi aytgan gapimda shu ekologlarimiz juda qiyin ishladi-yu, bir necha yil shu tabiat vazirligi tashkil etilgandan hozirgi shu qaror chiqqanga shu kungacha ularning gapi gap o'rnida ko'rilmadi, so'zi so'z o'rnida ko'rilmadi, harakatlari inobatga olinmadi-yu. Raqobat qo'mitasida ham xuddi shunaqada. Ular kuchi yetmaydi ko'p joyga. Ya'ni vaziyatni o'nglashga xohishlari bor, irodalari bor, lekin kuchi yetmaydi. Qanday kuchaytirsa? Mana shu yirik monopolistlarga raqobat qo'mitasining kuchi yetmaydi-da, afsuski.
Nimaga? Chunki man hammasi xuddi yuqoridan shunaqa boshlanmaydi. endi man shunaqa chora ko'ramanda endi xuddi nima bilan ekologlar bilan bog'liq qaror singari qaror qabul qilish kerakmi deb o'ylaymanda. Shu raqobat qo'mitasini ham prezident huzuriga Elektroshokerlar beribmi? yo'q monopolistlarni elektroshokerlar bilan jazolab bo'lmaydi. Ularga qarshi eng yaxshi chora raqobat, ularni raqobatga majburlash. Raqobatga majburlash iloji bo'lmasa tariflarni cheklash. Boshqa chora yo'q ularga. Elektroshoker bilan emas. Raqobat qo'mitasi O'zbekistonda eng kuchli qo'mitalardan biri bo'lishi kerak. Titrash kerak. Monopolistlar, oligarxlar ularda oldida titrash kerak-da. Qanday qilib kuchaytirish mumkin? Trillionlab ular jarima olish mumkinligini bilish kerak-da. Hozir raqobat qoidalarini buzgani uchun asoslansa ham, sudda qaror asoslansa ham arzimagan bir necha millionlik jarima bilan qutulishadi-da. Butun dunyoda monopol qoidalarini buzgani uchun kompaniyalar trillionlab, dollarda bo'lsa milliardlab dollar jarima oladi. Ya'ni ular bizni aytaylik, bizni huquqlarimizni buzib, bizga tariflarni oshirib, asosiy ravishda oshirib, yuzlab milliard qo'shimcha foyda olyapti-da. Ertaga bu til biriktirganing ma'lum bo'lib qolsa, bir necha million so'm jarima to'lab qo'yadi. Shu qoidalarda o'zi ham ko'rib chiqilishi kerak-da. Men nazarimda. Men iste'molchiman, siz ham iste'molchisiz. Zo'r. Endi oxirgi yakunlovchi mavzumizga o'tamiz. Menimcha, choy puli haqida gaplashaylik. Qancha choy puli berasiz? Ko'p emas, bir aytaylik 10 ming so'm, 15 ming so'm summasidan qat'iy nazar, ya'ni o'zi bizda nima tarafi xizmat haqqi ham bor, 15-20% xizmat haqqi ham bor. Keyin ofitsiant o'zi chin dildan nima bilan sizga e'tiborli bo'lib xizmat qilsa, siz o'z xohishingiz bilan yana choy puli ham berasiz-da. Mehr bilan. Ha. Raqobat qo'mitasi, bugun raqobat qo'mitasini ko'p gapirdik. Nima qildiki, shunaqa chiqish qildiki, ayrim restoran va kafelar xizmat haqqini yuqori darajada oshirish bilan birga uni majburlayapti ham, yana qo'shimcha to'lovlar qilishga degan chiqish bilan, ogohlantirish bilan chiqdi. Shu o'rinda men fikr aytdim, fikr bildirmoqchiman, hozir auditoriyaga ham aytmoqchiman. Biz ayrim davlatlarda shunaqada choy puli qonuniylashtirilgan. Men fikrim choy pulini qonuniylashtirish kerak. Ana xizmat haqqi uchun degan 15%, 20% taqiqlash kerak. Ya'ni nima uchun buni aytyapman? Siz ham mana biror joyga ovqatlanganga kirsangiz, siz hech tekshirib ko'rganmisiz? Siz to'layotgan ana 100 ming so'mlik o'tirdingiz deylik, ikkita dugoningiz bilan 15 ming so'm ustiga o'tirdi xizmat haqqi bo'lib. Shu 15 ming so'mni qanchasi ofitsiantga yetib borish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Hammasi boradi deb o'ylardim. Yo'q, bunday emas. Juda ko'p holatlarda bir so'm ham bormaydi. Ayrim holatlarda bir qismi boradi faqat naqd ko'rinishda boradi unda. Ikkinchi masala bor, buni Mehnat vazirligi ham bir inovatga olsa bo'ladi. Bu ishchilarni legallashtirish masalasi ham borda. Ofitsiantlarimiz juda katta qismi rasmiylashtirilmagan holatda ishlaydi. Ya'ni ular bilan hisob-kitoblar naqd bo'ladi. O'sha siz to'layotgan xizmat haqqini ma'lum bir qismigina ofitsiantlarga oylik qilib beriladi. Naqd ko'rinishda. Men bundoq deyapman. Meni fikrim bunaqa. Xizmat haqqi ushlash to'xtatish kerak, qonun bilan cheklash kerak-da. Ixtiyoriy ravishda yoki qanaqadir minimumni belgilangan holatda choy pulini qonuniylashtirish kerak. Ya'ni bu pullar ofitsiantlarga to'g'ridan to'g'ri borishi kerak. Ofitsiantlar cho'ntagiga. Xoh naqd ko'rinishda bo'ladimi? Xoh anavi tips degan har xil ilovalar bor. Men masalan shulardan rahmatdan foydalanaman. Rahmatdan foydalanasiz? 5%, 10% o'zingiz vijdoningiz qiynalganda ham bosib ketasiz-da, xizmatiga qarab. Men aytmoqchi bo'lganimki, buni iloji boricha yaxshi bo'lardi biz to'g'ridan to'g'ri ofitsiantni kamyoniga, cho'ntagiga tushadigan qilib bersak, men endi naqd pulni ishlatishni to'g'ri deb bilmayman. Men aytayotganim, bu agar biz choy pulini qonuniylashtiradigan bo'lsak, qonuniy yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma mana shu choy puli ofitsiantlar cho'ntagiga tushadigan, ofitsiantlarning faoliyati, xuddi kuryerlar faoliyati, taksilar faoliyati legallashgan singari legallashishiga olib kelamiz degan fikrda aytyapman. Ularda manfaati, ijtimoiy manfaatlari ham himoya bo'ladi-da. Shunda biz haligi 3 kun u yoqda, 3 kun bu yoqda huquqi bo'lib qolgan ofitsiantlarni muammosini ham yechgan bo'lamiz-da. Endi men auditoriyaga bitta masalada murojaat qilmoqchi edim-da. Hozir bugun ko'rsatuvni boshlashga boshlab qo'ydik, nomi yo'q. Men sizga boshida aytmoqchi bo'ldim. To'xtalmoqchi edim. Shartli ravishda Xondamirovna bilan deb nomlasa bo'ladimi? Men Bakirov bilan desam, o'zlaricha kamtarlik qilyaptilar. Xo'p, bugungi ko'rsatuvimiz nomi yo'q. Birinchi auditoriyaga murojaatim bu taklif beringlar.
qanday nomlasak bo'ladi? YouTube'ga izohga qoldiringlar. Izoh albatta yozinglar. Bu izohda agar g'olib deb topilganni Vaqtuz.uz maxsus sovrini bor ekan. Vaqtuz ma'muriyati aytayapti, biz shunaqa maxsus sovrin krujka emas. Bu g'olibning nomini albatta e'lon qilamiz keyingi chiqishimizda va u sovringa ega bo'ladi, maxsus sovringa. Izohlarda yozinglar. Mana shu hafta davomida muhokama qiladigan mavzularimiz yana qanday masalalarni qamrab olish kerak, qanday muammolarni qamrab olish kerak, ko'proq qarorlarga nima qilaylikmi, e'tibor qarataylikmi yoki bo'layotgan iqtisodiy o'zgarishlarga yoki biznes o'zgarishlarga e'tibor qarataylikmi? Shu vaqtda albatta kommentariyalarda yozish kerak, fikrlarni bildirish kerak. Yoqmasa yoqmadi deb yozinglar, yoqsa yoqdi deb yozinglar va like bosinglar. Tarqatinglar. Yangi loyiha, shuning uchun albatta auditoriyani qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi men nazarimda. Rahmat Otabek aka. Demak, bugun haftani eng muhim iqtisodiy mavzularini tahlil qildik. Shunaqa. Sizda takliflar bo'lsa, mana shu bo'yicha qandaydir mavzu muhokamasi uchun fikrlar bo'lsa, albatta YouTube'da qoldiring. Biz o'qib inobatga olamiz. Rahmat. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.